Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Kraskasiga ko'rib baho berasizlar. Juda chiroyli chiqdi. Mana bunisi merjeven ekan. Ustiga skoch qilib qo'yganmiz. Yaltillok zanglamaydigan profil. Mana shutkalari. Mana kalitkasi. Juda chiroyli. Mana tepa tarafi ochilmaydigan lazeri. Ekan. Mana sharnirlarda baho berasiz. Darvozalarimiz bular ham tayyor. Xudo xolasa egasini uyiga nasib bo'lsa ertaga o'rnatamiz, shuni ham ko'rsatib boramiz. Video qo'yib, xudo xolasa o'rnalgan jarayonlarini ham. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Qo'ldan kelgancha sifatli, chiroyli qilib olib qo'yib berishga harakat qilamiz. Sal gaplarimiz endi o'xshamasa ham like bosib qo'yaverasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga darvoza kerak, shu sizga videoni tashlab qo'yasiz.